Xorazm buyuk allomalar beshigi, asrlar davomida tafakkur markazi bo'lgan zamin. Bugun esa yangi O'zbekistonning kelajak bilimlari uchun tamal toshi aynan Urganchda qo'yilmoqda. Al-Xorazmiy universiteti. Bu yer bilim maskani, imkoniyatlar maydoni. Har bir talaba aql, tafakkur yaratuvchisi, ertangi kun bunyodkori. Har bir sahifa yangi imkoniyat, har bir izlanish yangi yutuq. Bu yerda ta'lim chegara bilmaydi. Professorlar, zamonaviy texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar, xalqaro tajriba va milliy qadriyatlar uyg'unligi namoyon bo'ladi. Raqamli imkoniyatlar, amaliy tajribalar sizni global maydonga tayyorlaydi. Har bir auditoriyada bilim nafasi bor. Har bir mashg'ulot kelajak sari qadam. Fikrlar erkin. Bu yerda o'sish cheksiz. Unda g'alabaga intilish yashaydi. Iroda va shijoat shakllanadi. Bu orzular ro'yobga chiqadigan maskan. Bu kelajak me'morlari yetishib chiqadigan dargoh. Al-Xorazmiy universiteti.